Rahmat, charchamayapsizmi? Keling. Rahmat. Yaxshimisiz? Nima xizmat? Buyuring. O'tiring. Faqat deportga yuborishgan men aka. Qayerdan deport qilgan? Istanbuldan. Istanbuldan deport qilgan. Xo'sh. U yerdagi ish joyimdagi aytyapti, vizaga topshir, biz seni chaqirib olamiz deyapti. Polisda deport qilganmisiz? Qancha oy qochoq qolgansiz? 6 oy qochoq qolganman. 6 oydan oshganmi, oshmaganmi? Oshgan. 6 oydan oshgan bo'lsa, polischilar deport qilgan bo'lsa, qancha bo'ldi siz deport qilganingizga? 2 kun bo'ldi kelganimga. 2 kun bo'ldi? U shartnoma tashlagan bilan sizga viza bermaydi. Bermaydi. Chunki sizni polischilar deport qilganda, Polis ushladi, xohlasang o'zing ketdi-da, xohlasang biz bel topib beramiz dedi. u sizni o'z xohishingiz bilan chiqqaningizga hisobga kirmaydi. O'z xohish bilan chiqqan, qochoq qolgan bo'lsangiz ham aeroportdan o'zingiz chiqib ketganingizda u o'z xohish bilan chiqqan bo'ladi. Deportatsiya markaziga tushib, men ketaman, o'zim bilet olaman deyish, har deportatsiya markazidan yuborilgan kiradi. Chunki aeroportga sizni olib borgan kishanda, to'g'rimi? O'zlari mindirib yubordi samolyotdan. Uyga bor deb, unga viza bermaydi. Ovora bo'lgansiz qoladi. Xohlasangiz, patroningiz jo'natsin shartnoma. Qaysi viloyatdansiz? Surxondaryo. Surxondaryodan bo'lsangiz, adashmasam surxondaryoliklar yo Samarqand yo Toshkent, ikkitasidan bittasiga men video tashlaymansiz, Instagramdan yozsangiz, Sefa vizaga borasiz, yo Samarqand yo Toshkentdagiga shartnoma beradi patroningiz, ularga berasiz, hujjatlarni so'raydi, keyin yana ro'yxati bor. Instagramdan tashlab beraman uni ham sizga. Lekin 9F kodi bilan rad keladi. Sizga polischa deport qilgan uchun sizda G164 kodi bor. Menga oldin ham 20 kunlik berganda chiqmaganman-da. Tem bo'li umuman bermaydi. Agar oldin ham 20 kunda chiqib ketgan bo'lsa, sizda hozir bilasizmi? Qochoq qolganingiz uchun jarimangiz bor, 20 kunda chiqib ketmaganingiz uchun ham alohida jarima bor. 6 kallasi jarima ham bor sizda. Undan ko'ra siz hozir pasportingizni, Zagran pasportda deport olib keldingizmi? Yangilangda Zagran pasportingizni Rossiyaga ham bir joyga borib 1 yil ishlab keling, maslahat. Qozoqqa ham, agar O'zbekistonda bo'lmasa ish. Hozir menga aytayaptiki, patronim, sen vizaga topshir, nima xarajat bo'lsa o'zing to'lab beraman deyapti. Tushundim, vizaga topshirasiz. Yo'q, rad keladi. Birinchidan 20 kunda chiqib ketmaganingiz uchun sizni deport qilish haqida qaror avvaldan chiqqan. Oldin polisga tushgansiz, bir kunda qo'yib yuborgan, to'g'rimi? 20 kunda chiqib ketgan, chiqib ketmagansiz. Bu safar ushlab deport qilib yuboryapti. Viza bermaydi sizga. Pulingizga qo'yasiz. 360 dollarga pashti. 300 dollar atrofida pulga qo'yasiz. Vaqtingiz ketadi. Borligini qayerda bilaman? Jarimangiz bor, men aytib beraman yoddan sizga. 6 oy qochoq qolgan bo'lsangiz, 340 dollar jarimangiz bor. 20 kunda chiqib ketmaganingiz uchun 550 dollar desa, 800-900 dollar atrofida jarimangiz bor. 1200 dollarlar bilan borasiz-da. Faqat beltimni ham ular olib berganda. Unda yana kamida 500 dollar olib borishingiz kerak. 1700 dollarlar bilan borishingiz kerak siz. Bu ko'p pul, to'g'ri, uncha to'lamaysiz. Lekin aeroportda yana puling bormi yashashga, bular to'lagandan keyin deb so'rab qolish mumkin-da. Ko'rsatib bera olmasangiz 166 kodi bilan yana 1 yilga deport qiladi. Ya'ni 1800 dollarlar bilan 1 yildan keyin tinchgina borganingiz yaxshi. Agar qochoq qolgan muddatingiz 6 oydan oshgan bo'lsa. 6 oydan oshdi. Shu tinchgina 1 yildan keyin boravering. Hozir siz og'ir qolmasdan fokus faqat shu boshqa ishga qarating. Turkiyaga borishga umid o'zim. Shuni bir so'radim menga. Ha, charchamang, sizga sog' bo'ling. Instagramga oling, Instagramga oling, sizga videolar tashib qo'yaman. Bo'ldi. Xo'p, charchamang.